haligi joyi mana shu yerdami? Loy quyib yuborishgan shu yerda. Ko'la o'rishgan. Maytdan chuqur edi, mana shu yerda o'zini uyida o'rnini to'kdi mana shu yerga. Mashalloh. Shuncha joyda tirikchilik uchun quyib yuborishgan-da. Haqiqiy joyi ekan lekin. Joyi ekan. Yerdan keyin ikkita darvoza qo'yilyapti. Oilani ikkiga bo'lib beryapmiz bir yo'lni. Ikkita uy topshiramiz. Alloh xayr qilsin. 8 ta xona. Nima deydi, bitta asosan xizmat bo'ladi endi. Vatandoshlarimizdan xizmat kutamiz-da. Inshaalloh. Bu akalarimizga ham Alloh rozi bo'lsin. Bu issiqda bunaqa qilib mehnat, bu Xudo uchun endi bu ishlar. Albatta. Haqiqiy Xudo uchun-da. Haqiqiy mo'minning iymoni sinaladi mana shunaqa joylarda. Albatta, qarang issiqda. Bu sonmas. Turish. Jumada uyib ketildi-ku. Ko'rib turibsizlar, mana Qora akam o'zlarini qo'llarida bor mahsulotdan, ya'ni ruqiya shifo suvlarini o'zlari o'rnatib ketdilar. Hech qanaqa reklama emas bu. Shu ustalarni issig'ida 50 gradus, 40 gradus issig'ida muzdek suvlardan ichib turishligi uchun va zamzam suvlari ichida bo'lganligi uchun ham shobash ruhiya o'qiganligi uchun ham ishlayotganlarga ham kuch ibodatiga quvvat bo'ladi, ham ishlariga quvvat bo'ladi deb berib ketdilar. Haqlariga voqif bersizlar. Alloh rozi bo'lsin. Bolaga xursand bo'ldik.